Oshxonalardagi tuxum lag'mini nimishqa shuncha o'xshaydi? Bugun sizlarga ajoyib yeyishlik bo'lgan tuxum lag'mini qilishni o'tib qo'yay. Tuxum lag'miniga amroqlar bir raqamini o'shlar, ikki raqamini besib beqinglar. Qani qanchalik adam amroqkin? Qanamiz boshlab ketaylik. Ketarlik materiallarni videoda ko'rsatilgandek tayyor qilib bo'lgandan keyin tuxumni chaqib tashib elashtirib olamiz. Yaxshi mazmunlardan vaqtida xabardor bo'lay desangiz, bostirtimni besib qo'shib elishni unutib qolmang. Taom dars to'pimizga davomli o'quvchi qabul qilyapmiz. Cho'ng taqsili qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darsimizni 60 xil darsni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. 60 xil taom to'piq tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Tuxumni silib qo'rg'an vaqtimizda mayning gradusini cho'qim yuqori halatda qilamiz. Tuxumni sag'irib pishgandan keyin tuxumni suzib elib, tegida qolgan may bilan suyimizni qo'rib olamiz. Eng avval pomidor bilan pomidorjonni silib, pomidorning suyi chiqib qo'raymiz. Undan keyin ko'kloz bilan piyozni silib biroz qo'rib olgandan keyin tuz, ahmis solamiz. Uningni boshqa hech qanday tamxurishlarini solmaymiz. O'zining ta'mi ajoyib o'xshaydi. Yana qaysi tamoqlarni o'rganganlar bor, inkas rayoniga yozib qo'ysanglar, shu bo'yicha tayyorlab chiqaman. Kelarkisan texim sarxil, kelarkisan ko'rishaylik, xayr xo'sh.